Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana yangi fasonimizni ham boshladik. Xudo xolasa svarka jarayoni zagotovkalar polni qilingan. Bu yoqlarda bu xonimizning yuz qismi 4 kishilik, 8 kishilik, 6 kishilik xonlarimiz. Bu pachkalangan, mana упаковка qilingan, klientga ketyapti. Xudo xolasa. Yo'q, yangi fasonimiz bu Troya seri svetda. Ana o'sha fasonimizni boshqacha sveti. Mana bu noshka oyoqlari xonini. Bu yulduzcha, звездочка. Bu Troyamizni oyoq qismi. Xona shu xonlardan bo'ladi. Svet oq. Buni sveti seri svetdan. Mana yangi svetimiz yana bo'lak boshqa. Mana звездочкamiz xonda oyog'i. Bu Troyamizni xonini oyog'i. Shunaqa. Bu yerda qoplashlar olib bo'linadi. Bu rulonimiz упаковка qilish uchun. Kimga qanaqa fasonlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.